Juda ko'p Nexia 1, Nexia 2 avtomobillarda yozda bor, oyoqdagi issiq havo haydaydi-yu, motordan issiq havosi keladi. Juda ko'pchilik pechkalarni u yoq bu yoq qildiradi, lekin shundan yo'qolmaydi. Buni sizlarga pechkalar qildirsangizdan agar yo'qolmayotgan bo'lsa, sabablarni bitta ko'rsatib boshlaymiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Osibetni yoqadi. Hozir mana speedometr trosi rezinkasi bo'ladi, mana joyi kirmagan va ochiq qolib ketgan joyi yo'q, uni ko'rasizlarmi? Mana shunaqa ochiq joylardan ham yaxshigina issiq havo haydab yurar ekan. Endi pastga tushib ko'ramiz. Pastda ham xuddi shunaqa keladi. Pastda ham ochiq joylari bo'ladi. Mana. Hozir ko'rsataman. Mana. Mana shu ochiq joylar ko'rasizlarmi keladi? Mana shu yerlardan issiq havo kirib, avtomobilingizni saloniga imminni oyoq tomoningizni issiq havo haydaydi va tellatib tashlaydi-yu, o'z oynalarni tushirasiz, ba'zi issiq haydab yuraveradi. Agar bordingiz avtomobillingizdan xuddi shunaqa muammosi bo'lsa, mana shu joylarni ko'rsatasiz, betkizib qo'ysangiz, xudo xolasa avtomobilingizni xuddi shunaqa narsalar kuzatilmaydi akalar. Joyingiz sog' bo'lsin, haddan yuzdan tabassum tark etmasa, videoni saqlanib qo'yish esdan chiqmasin.